Har doimgidek 22-maktab oldiginasida joylashgan 7 etajli domda birinchi etajda joylashgan 3 xonali uyimiz obzorini birga ko'rib chiqamiz. Siz obzor uchun emas, remont uchun bitta like bosing-da, podpiskani tashlab qo'ying. Qani boshladik. Kvadrat metrga degansak, kvadrat metr 120 kvadrat metrlik uyimiz. Birinchi zalimizdan boshlaymiz, gastroyimizdan. Shunday kelaverishimiz bilan mana sizga gastroy. Kirib yashab bering, boshqa narsa qilmang bu uyda. Maza qilib yashab berish kerak. Mana bu tomonda esa endi ikkinchi xonamiz. Ko'ryapsiz, parda gilam hamma narsasi eng zo'rlaridan, cho'tkilaridan tanlangan. Shunday kelaverishimiz bilan bu tomonda uchinchi xonamiz ko'ryapsiz, xonalar hammasi katta. 120 kvadrat metrlik uyimiz birinchi etajda. Mana bu tomonda kladovkalari bor. Kladovkadan shuna chiqishimiz bilan bu tomonda dushovlarni bir ko'ring. Qanaqangi mehrchan berib, pulni ayamaganlar, chotki mehr berib remont qilib tomon desa, sanuzuylarimiz. Endi sanuzuylar shunday chiqishimiz bilan bu tomonga mana sizga oshxona. Oshxonada hamma narsa bor. Sizdan qilinadigan bitta ish shunaqa siralkan olib kelib shura qo'yib olsangiz, bittagina xaldilikdan olib kelsangiz, maza qilishadigan uy. Keling endi balkonlarni ko'rsatamiz. Balkonlari ham qarang, qanaqangi kattagina. Mana sizga balkonni vashi zakonni chotki eng zo'r jihatlari bittasi xuddi shu razmerda avvallari ham bor ekan. Narxlarini aytdilarki 100 ming AQSh dollari dedilar. 100 ming AQSh dollariga 120 kvadrat metrlik birinchi etajdagi uyimiz remont. Bomba kesin dedilar, gaplashamiz. Lekin ipotekasi yo'q ekan. 100 mingga bosavering.